Amir Temur haqida ko'plab ta'riflar keltirish mumkin. Usmoniylar tarixchilari uni kamsitish uchun Temurlang, ya'ni Cho'loq Temur deyishgan bo'lsa, uning o'z tarixchilari esa unga cho'ldan kelgan ofat deb ta'rif berishgan. Ba'zilar nazarida u qotil va vahshiy, ba'zilar nazarida esa turklikni himoya qilgan buyuk sarkarda edi. Tarix kitoblari Amir Temur haqida shular kabi ko'p narsalarni yozadi, ammo ularning hech birida Amir Temurning yengilgani qayd etilmagan. Chunki oddiy bir bekning farzandi bo'lib boshlagan, 35 yillik hukmronligi davrida 17 ta yirik yurishga otlangan va bu yurishlardagi yuzlab janglarni barchasidan g'olib chiqqan taraf aynan Amir Temur edi. Mana shu janglardan biri Isfahon qamali va undan keyingi haqiqiy qirg'in edi. Aslida Amir Temurni ikki xil nuqtai nazardan o'rganish mumkin. Birinchisi, favqulodda adolatli davlat arbobi, san'at, ilm-fan, savdo va rivojlanishga katta ahamiyat bergan, xalqiga nisbatan rahimli va dono hukmdor. Ikkinchisi esa jang maydonlarida dahshat soladigan harbiy dahoga ega, g'azablanganda qon to'kishdan aslo qaytmaydigan shafqatsiz sarkarda. Biz bugun Isfahon qamalida uning ikkinchi qiyofasini ko'ramiz. Milodiy 1386-yil edi. Amir Temur Eron hududini butunlay o'z qo'liga olishni maqsad qilgan va shu niyat bilan bu yurtlarga tomon yurishga otlangandi. Dastlab Tabriz qalasini, so'ngra Sig'noq atrofidagi Surmali qalasini, ketma-ketlikda Fars, Tiflis, Shirvon, Axlat, Odil-Javaz va Van kabi muhim qal'alarni barchasini bir yil ichida birin-ketin taslim qildi. Bu qal'alarning ba'zilari janglar bilan, ba'zilari esa soliq to'lash sharti bilan urushsiz qo'lga kiritilgan edi. Shunday kechgan bir yildan so'ng Amir Temur muzaffariylar qo'lida bo'lgan Isfahon qal'asi oldiga keldi va chog'dirini oldiga oq bayroq o'rnatdi. Amir Temur har bir qal'a qamalida hujum boshlashdan avval ogohlantirish sifatida aynan shu amalni bajarardi. Qamal boshlanishidan oldingi ilk kun rahm-shafqat ko'rsatib oq bayroq ko'tarar va agar shahar soliq to'lab itoat etishda davom etsa, hech kimga zarar yetkazmasdan u yerdan chiqib ketardi. Agar qal'adagilar ilk kun muzokaraga kelmasalar, ikkinchi kun oq bayroq o'rnini qizil bayroq egallardi. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki tahdid mazmunidagi Amir Temurning urush e'loni hisoblanardi. Uchinchi kun qal'adan hech qanday harakat bo'lmasa, bu safar osmonda qora bayroq hilpirardi. Buning ma'nosi esa talon va o'lim edi. Yaxshiyamki Isfahon qalasini obro'li kishilar ilk kuniyoq Amir Temurning muzokara taklifiga ijobiy javob berishgandi. O'tkazilgan muzokaralardan so'ng jon va mol xavfsizligini ta'minlash evaziga Amir Temurga bay'at berilishi va soliq to'lanishini kelishib olindi. Qal'a darvozalari ochildi va Amir Temurning 4000 nafar askari soliq yig'ish uchun shaharga kirdi. Hatto shu vaqtda Amir Temur qamalni bekor qilib, qo'shinining katta qismi bilan Sheroz qalasini qo'lga kiritish uchun yo'lga tushgan edi. Shu paytgacha hamma narsa o'rnida edi. Biroq shaharda to'satdan qo'zg'olon boshlandi. Shahar aholisi g'alayon ko'tarib, Amir Temurning oz sonli askarlarini o'ldira boshladi. Isfahon askarlari ham ularga qo'shilgach, Temuriy imperiyasining askarlari ovchidan o'lja holiga tushib qoldilar va ko'pchiligi qatl etildi. Amir Temurning shaxsan o'zi Chig'atoy turkiy tilida qalamga olgan Tuzukot Temuriy, ya'ni Temur qonunlarida shunday jumlalar bor edi. Turklikni yuksaltirish uchun yasha. Turkka qilich ko'targanni qo'lini sindir. Amir Temur qal'ada qoldirgan aksariyati turklardan iborat bo'lgan Temuriy qo'shinini qatl etilganini eshitgach, Isfahonning nafaqat qo'lini, balki belini sindirish uchun ortiga qaytdi. Shahar darhol qamal qilinib, umumiy hujum boshlandi. 15 kun davom etgan qamaldan so'ng Amir Temur qo'shinini shaharga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Amir Temur avvalo Isfahondagi o'zining askarlarini qutqarib qolgan bir nechta oilalarni va Isfahonda yashab san'at, ilm-fan kabi ishlar bilan shug'ullangan bilimli kishilarni afv etib, shahardan tashqariga chiqardi. Shundan so'ng shahar maydoniga stollar qo'ydirib, askarlariga quyidagi buyruqni berdi. Kimki bu yerga 2 kalla keltirib, nomini yozdirmasa, shaxsan o'zim uning kallasini olaman. Bu buyruqdan so'ng Isfahon ko'chalarida ta'bir joiz bo'lsa, kalla ovi boshlandi.
Har bir Chig'atoy askari ikkitadan kalla olib kelib, stoldagi ro'yxatga ismlarini birma-bir yozdirishdi. Hatto ba'zi askarlar Isfahon xalqi musulmon bo'lgani uchun bu ishdan tortinib, boshqa safdoshlaridan pul evaziga 2 inson kallasini sotib olib, kelib ismlarini yozdirib, jonlarini saqlab qolganlari ba'zi tarixchilar tomonidan qayd etilgan. Amir Temurning g'azabi shu qadar kuchli ediki, unga xiyonat qilgan xalqlarga ibrat bo'lish uchun barcha bu inson kallalaridan shaharning 4 tomonida kalla minoralari bunyod ettirdi. Shaharning yarmini kezib chiqqan Abul Hafiz har biri 1,5 mingta inson kallasidan iborat bo'lgan 28 ta minora qurilganini yozib qoldirgan. Isfahon xalqining bitimni buzishiga to'lagan badali 50 ming va 70 ming orasidagi insonning qatl qilinishiga olib keldi. Amir Temurning yonida bo'lgan yevropalik sayyoh va yozuvchi Yohan Schildberger bo'lgan voqealarni kitobida shunday tasvirlaydi. Isfahonliklar Amir Temurning mamlakatni tark etganini eshitgach, shahar darvozalarini qulflab, 4000 nafar ishg'olchi kuchini o'ldirdi. Amir Temur buni eshitgach, ortiga qaytib, shahar oldiga yana keldi va 15 kun qamal qilgan shaharini bosib oldi. Hukmdor otining ustida shaharga kirdi. Aholini tutib, 14 yoshdan kattalarning kallasini kestirdi. Kesilgan kallalardan minoralar qurdirdi. Isfahonda Amir Temurning g'azabi dahshatli bo'lgan. Biroq ko'plab tarixchilar buni Amir Temur janglarda kamroq qon to'kish uchun qo'llagan bir qo'rquv strategiyasi deb bilishadi. Haqiqatdan ham Isfahondan so'ng qamalda bo'lgan Sheroz shahri qo'rqib, urushsiz soliq to'lashga rozi bo'ldi va qon to'kilmasdan shahar taslim bo'ldi. Nima bo'lganda ham bu tarixiy jarayonga o'z davrining tafakkuri bilan nazar tashlashimiz kerak. Amir Temurning davrida bu kabi qatliamlar ko'plab davlatlarda bo'lib turgan va o'z davrining tafakkuri bilan bu kabi qatliamlar hozirgi kunimizdagi kabi katta jinoyat sanalmagan. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldirishni unutmang. Agar shu video 1000 ta like yig'sa, Amir Temurning Anqara jangi haqida batafsil va to'liq video tayyorlaymiz.